Urushni bir kunda tugatishini aytgan Tramp va'dasini bajarishga yana urinib ko'ryapti. Bu gal biror natija bo'ladimi? Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Agarda kanalga yangilardan bo'lsangiz, obuna bo'lishni va like bosishni unutmang. AQShning amaldagi rahbari Donald Tramp inauguratsiya qilinganiga mana 300 kundan oshdi. Ammo 24 soat ichida tugatilishi va'da qilingan Rossiya va Ukraina o'rtasidagi urush hanuz davom etib kelmoqda. Har ikki tomonga ham birdek ma'qul keluvchi qandaydir kelishuv o'ylab topish Tramp tasavvur qilgandan ancha murakkab ekani barchaga ayon bo'ldi. O'tgan vaqt davomida bir necha bor murosa yo'lini ham, tahdid yo'lini ham qo'llab ko'rgan AQSh prezidenti Rossiya ma'muriyatini otash kesimga kelishga unday olmagandi. Biroq Donald Tramp hali to'xtagani yo'q. Bir kunda bo'lmasa, bir yilda qabilida harakat qilayotgan Tramp ma'muriyati navbatdagi tinchlik rejasini tomonlarga taklif qildi. Joriy yilning 20-noyabr kuni e'lon qilingan 28 banddan iborat yangi reja qolganlarga nisbatan Moskva ma'muriyatini ko'proq yoqlayotgani jiddiy munozaralarga sabab bo'lmoqda. Internetda Tramp Kiyevdan taslim bo'lishni talab qilyapti mazmunidagi izohlar virus kabi tarqalmoqda. Yevropa norozi, Ukraina xalqi norozi, ammo Tramp Ukraina uchun bundan boshqa yo'l yo'qligini iddao qilmoqda. Berilgan va'dani bajarish yo'lida AQSh rahbari adolat tamoyillarini bir chetga surib, urushni har qanday yo'l bilan bo'lsa ham tugatish ilinjida ko'rinadi. Ammo Ukraina manfaatlari poymol qilinishi evaziga erishilgan tinchlik qay darajada mustahkam bo'ladi? Isroil-Falastin o'rtasida imzolangan kelishuv kabi tinchlik sulhlarini yaratish AQSh rahbarining yutuqlari ro'yxatini kengaytiradi, xolos. Asl barqaror tinchlikka erishish uchun ikkala tomonning manfaatlari birdek inobatga olinishi kerak. Oq uyning yangi tinchlik kelishuvi rejasi esa Ukrainaga talablar qo'yish va Rossiyani jahon hamjamiyatiga qaytarishni asos qilib olgan desak, qaytarishni mubolag'a bo'lmaydi. Ammo bir savol hanuz so'roq ostida. Ukraina bu shartlarga rozi bo'ladimi? Yangi kelishuvda nimalar bor? Bundan oldingi kelishuv shartlari ham Putin ma'muriyatiga katta yon bosishlarni qamrab olgan edi. Jumladan Rossiya Lugansk viloyatini butunlay, Donetsk, Xerson va Zaporijye viloyatlarining taxminan 70-75% o'z ta'sirida saqlab qolish huquqiga ega edi. Ukrainaga tomok yetkazib berish masalasi atrofida vujudga kelgan AQSh va Rossiya aloqalari mobaynida Vengriya poytaxti Budapeshtda uchrashuv ham rejalashtirilgan edi. Ammo ko'p o'tmay har ikki tomon ham mukammal sabablarni bahona qilib sammitni qoldirganini e'lon qilgandi. O'tgan muvaffaqiyatsiz urinishlarga qaramay, bu galgi shartlar Moskvani muzokara stoliga qaytara olgandek ko'rinmoqda. Negaki e'lon qilingan kelishuv shartlari rejasida Rossiyaning asosiy og'riqli nuqtalari inobatga olingan. Bular orasida eng muhimlaridan biri Ukrainaning NATOga a'zo bo'lish huquqini cheklash. Rejaga ko'ra, Ukraina o'z konstitutsiyasida NATOga qo'shilmasligini, NATO esa o'z nizomiga Ukrainaning kelajakda qabul qilinmasligi haqidagi bandni kiritadi. Shuning bilan, agar kelishuv imzolansa, Rossiyaning asosiy xavotiri yo'qoladi, chunki Ukrainaning NATOga qo'shilish arizasi 2014-yilda boshlangan ikki davlat orasidagi mojarolarga asosiy sabab sifatida ko'riladi. Har holda NATO harbiy tashkilot xalqaro munosabatlarning realizm nazariyasi jihatidan Ukrainaga g'arb qo'shinlarini kirib kelishiga qo'yib berish Rossiya uchun o'z qo'yniga ilonni olish bilan barobar. Shu tufayli ham AQShning kelgusida Ukrainani NATOga qo'shilmasligiga kafolati Kremlni tinchlantirishi mumkin. Hujjatda yana Ukraina qurolli kuchlari soni 600 ming nafar shaxsiy tarkib bilan cheklanishi belgilab qo'yilgan. Ayni paytda taxminiy ma'lumotlarga ko'ra, Ukraina qo'shinlarida 800-850 ming kishi bor. Ammo urushdan oldin ukrainalik rasmiylarga ko'ra, harbiylar soni bor yo'g'i 250 mingga yaqin edi. Urush natijasida yetkazilgan zararlarni qoplash maqsadida Rossiyaning muzlatilgan aktivlaridan 100 milliard dollari AQSh tomonidan Ukrainani qayta tiklash va sarmoya kiritish harakatlariga yo'naltirilishi ko'zda tutilgan. Yevropa Ukrainani qayta tiklash uchun ajratilgan sarmoya miqdorini oshirish uchun 100 milliard dollar qo'shadi.
Keltirilgan shartlar orasida eng bahsli bo'lib turgan qism bu albatta kim qancha yer olish masalasidir. Rossiyadek millionlab kilometrlardan iborat hududga ega davlatga yana qancha yer kerak? Bu hali so'roq ostida. AQSh taklif qilgan kelishuv rejasi bandlarida Qrim, Lugansk va Donetsk de facto Rossiyaniki bo'lishi, shu jumladan AQSh tomonidan tan olinishi. Jerson va Zaporijye esa ayni front chizig'i bo'ylab muzlatilishi belgilangan. Bu esa Ukrainadan o'z navbatida taxminan 20% yeridan voz kechishni talab qiladi. Kelishuvda yana shunday qo'shimcha qilinadi. Ukraina qo'shinlari Donetsk viloyatining hozirda o'zlari nazorat qilayotgan qismidan chiqib ketadi va bu chekinish zonasi xalqaro miqyosda Rossiya Federatsiyasiga tegishli hudud sifatida tan olingan neytral demilitarizatsiyalardan bufer zonasi hisoblanadi. Rossiya kuchlari bu qurolsizlantirilgan hududga kirmaydi. Ushbu hududiy kelishuvlar bo'yicha kelishilgandan so'ng Rossiya Federatsiyasiga ham Ukrainaga ham ushbu sulhni kuch bilan o'zgartirmaslik majburiyatini oladi. Bundan tashqari, rejaga asosiy Rossiya Ukrainaning Dnepr daryosidan tijorat faoliyati uchun foydalanishga to'sqinlik qilmasligi, Ukrainada 100 kundan keyin saylovlar o'tkazilishi, shartnoma shartlari amalga oshirilishi, prezident Donald Tramp boshchiligidagi Tinchlik kengashi tomonidan nazorat qilinishi va kafolatlanishi, yechilmagan masalalarni hal qilish uchun gumanitar qo'mita tuzilishi kabi bandlar kiritilgan. 20-noyabr kuni e'lon qilingan tinchlik rejasi qisqa muddat ichida jahon sahnasida yaxshigina shovqin ko'tardi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy ham, Yevropa ittifoqi vakillari ham, hatto Rossiya ma'muriyati ham kelishuv bandlariga norozilik bildirib chiqdi. Ukraina tomoni esa vaziyat qanchalik og'ir ekanligini tushunib turibdi. Ayniqsa Zelenskiy oldida juda qiyin va katta tanlov turibdi. Garchi urushni to'xtatishni xohlasa-da, Ukraina o'z manfaatlari uchun harakat qiladi. Ukraina juda qiyin tanlov oldida turibdi. Yo o'z qadr-qimmatini yo'qotish yoki asosiy hamkorini yo'qotish xavfi. Yo qiyin 28 maddadan iborat tinchlik rejasi yoki qahraton qish. Men tinchlik rejasida ikki jihat. Ukrainaliklarning qadr-qimmatini va erkinligini hisobga olishi uchun kurashaman. Biz urushni tugatish uchun hamma narsani qilamiz, lekin Ukraina Yevropa va global tinchlikka barham berish uchun emas, dedi davlat rahbari xalqiga murojaatda. Tramp marchani norozi qilib tinchlikka erisha oladimi? Bu galgi urinish ham besamar ketadigan ko'rinadi. Har holda barcha xohishlari inobatga olingan Rossiyaning o'zi ham rejadan norozi bo'lib turgan ekan. Yana nima kutish mumkin? Yevropani himoya qilib turgan Ukraina manfaatlari uchun esa hali yana qancha bahslar bo'ladi, bunisi noma'lum. Ammo vaziyat bu qadar sodda emas. Har ikki tomon ham urushning yana cho'zilishidan hech qanday foyda ko'rmasligiga amin bo'lgan. Ukraina yetarlicha qurbonlik qildi. Yolg'iz o'zi butun boshli rus qo'shinlariga qarshi yana qancha turib bera oladi, aniq emas. Ehtimol bu AQShning so'nggi taklif qilgan tinchlik rejasidir. Axir Trampning boshqa tashvishlari ham yetarli. Hali Lotin Amerikasida chala qolgan qancha ishi bor. Rossiya ham yetarlicha holdan toygan. Kelishuv shtatlaridagi jahon iqtisodiyotiga qaytish imkoniyatidan foydalanib qolish kerak. Negaki har qancha o'rgurishga tashlanganini ko'rsatmasin, dunyo uning cho'ntagi bo'shab qolgan, holdan toyganini sezib turibdi.